chiqaribdi. Mana hammamiz Tarbiyasi bo'ladi fermerlarga. bir zombirchilikka ham bir tashkilotlari bor ekan, qaraydigan aka-ukalar. Qo'lni bo'sh. Bu nima bu? Bu nima ahvol? Shuncha yil mana bahordan beri xarajat qilib kelib mana shu ahvol. Hamma fermerlar kunduz-kuni dori sepganda mana shu narsa bo'ladi. Shuni sepsin, aytib sepsin, qaraydigan odamlari bor ekanmi buni? Kechasi sepsin shuni, kunduz-kuni qo'yib sepadi, paxtaga nima bu ahvol mana? Qaraydigan tashkilotlari bor ekanmi bularda? Mana bu fermerlarga bir qaraydigan odam bor ekanmi, shu zombirchilikka bir tashkilotlar bor ekanmi, shularga qaraydigan mana. Bu nima ahvol mana? Qirib tashlagan mana. Shuncha bahordan beri shuncha xarajat qilib, o'zimiz yemay, yedirib, ishirib, mana shunday darajaga kelib, endi asal olamiz degan joyimizga mana zombirlarimizni qirib tashlagan. Buni paxtaga mana zahar sepganidan mana shu holatlar kelib chiqibdi. Kimga dodimizni aytaylik? Bizlarda o'sha 1 yillik o'sha mehnatimizga yarasha topayotgan pulimiz, rizqimiz yo'q mana. Shundan daromad. Daromad shuda hozir zombirchini. Hammamiz zombirchi, hammaniki mana shunga. Boshqa zombirchilar 5 shahar Qashqadaryo shahrisa biz. Hamma zombirchilar dodilyapti. Bunga qaraydigan tashkilotlar bor ekanmi? Mana. Nimasi mana? O'sha. Hamma yashi bo'sh adoq 70 ta yashi shu.